Ustoz, bu odam siz so'rayapti. Nima xizmat? Zo'r biznes bor. $1000 tiksanglar $2000 qilib qaytaraman. Qanaqa biznes ekan u 2 barar bo'ladigan? Osh damlab sotamiz. $1000 bor-u, o'tida ishonch yo'q. Mana, uyimni hujjati kadastri ishonch uchun. Bu boshqa gap, mana $1000. $2000 kutib qolaman sendan. $1000 kerak. Ikkita lo'q ustoz shogird topib olganman. Semirtirib so'yaman. Va'da qilingan $2000. Voy malades, mana uyingdagi. Shoshmay tur, kattaroq bizneslar yo'qmi pul tukaman? Bor, metallon biznesi bor. Faqat 5000 kerak. Bo'ldi mana $2000, mana $3000. Shunda nechta pul qaytadi? 10000 qilib beraman. Bo'ldi, kelishdik. Qaroy, pulimiz 2 barobarga ko'payyapti. Ustoz, kadastrni olib qolmadingiz-ku. Ko'ngling keng qil, ishonchli bo'l ekan. Metallon ishimiz o'xshadi. Mana va'da qilingan 10000. Voy dod, rahmat. Qaroy, qaynar xumcha topib oldik, qaynar xumcha. 20000 bo'lganda zo'r biznes bor edi. Avtoservis ochardi. Bo'lmasa mana $10000. Qolgan yarimni ham qilib beraman. Avtouskunalarni yaxshidan olish kerak bo'lmasa. Zo'r joy bor. Avtoservisga hamma uskunalar bor ekan, elektromobilga ham. Okay, betnomi avtomasir uz bo'ladi. Betdagi barcha uskunalarni Xitoydan olib kelishadi va kafolat berishadi. O'zini ehtiyot qismlari ham bor. Narxlari-chi? O'zi narxi arzon, lekin Ramazon oyi munosabati bilan 10% dan 20% gacha chegirma ketyapti. To'liq istalgan turda chegirmadan chiqarib, o'zini bonuslari ham bor. Mashton olamiz. Menga qarang, mana $10000. Jami 20 ming berdim. Shuni siz menga qancha qilib berasiz? 40000. Ha, bale. Yaqinda boyib ketaman. Yana uyimga keldilaringmi? Pulga uxladilaring. Isbot dalillaring yo'q. Semirtirib so'ydim sizlarni. Ustoz, aytdim, uxlatib yuboradi deb. Qoravoy, bu quylar yurgan quyonni onasini emas so'yganlar. Qarab tur. Boy, uyingizda dokument kadastr qayerda? Uyda turibdi. U qalbaki, mana original. Shoshma. Sen shohid yursang, men bargib yuraman. Iltimos, kadastrni qaytarib bering. Kelishilgan 40000 ni beraman. 40000 emas, 50000 qaytarasiz. Buning uchun 10000. 10000 yetkazgan ma'naviy zararing uchun.